eng kam faol tomoningiz 120 kishi bo'lganida siz oltin komanda lideri deb e'tirof etilasiz va kompaniyamiz tomonidan birinchi avtobonus Lada Granta yoki eng kam faol tomoningiz 300 kishi yetganda siz platina komanda lideri deb e'tirof etilasiz va sizga kompaniyamiz tomonidan ikkinchi avtobonus Hyundai Elantra yoki $20,000 pul mukofoti topshiriladi do'stlar. Eng kam faol tomoningiz 8 kishiga yetganida siz Rubin komanda lideri deb e'tirof etilasiz va kompaniyamiz tomonidan 3-avtobonus Prada yoki $50,000 pul mukofoti topshiriladi do'stlar. Eng kam faol tomoningiz 2000 kishiga yetganida siz Izmirot komanda lideri deb e'tirof etilasiz. Kompaniyamiz tomonidan sizga $100,000 pul mukofoti yoki uy topshiriladi do'stlar. Keyingi kvalifikatsiyamiz Brilliant komanda lideri deb e'tirof etilasiz va sizga $300,000 pul mukofoti yoki villa topshiriladi do'stlar. Do'stlar, hamma Beverly Billionerlarning orzusiga aylangan, shaxsan ham meni orzumga aylangan prezidentlik maqomiga ega bo'lasiz va yiliga $1 million bonus taqdim etiladi kompaniya tomonidan sizga do'stlar. Shundan sizga savol paydo bo'lishi tabiiy. Haqiqatan ham bu mahsulot shu darajada kuchli. Shu oramizda shu mahsulotlardan iste'mol qilib, o'z sog'lig'iga katta natija olgan insonlar bormi degan savollaringizga javob berish uchun men sahnaga bir insonni taklif etmoqchiman. U inson an'anaviy oliy toifali ko'plab insonlarni salomatligi uchun o'z hissasini qo'shib qo'ygan va yuqori kengash ustozlarimizni e'tibori va e'tirofida bo'lgan. Hozirgi kunda ko'plab shogirdlarni tekin sayohat shogirdlarni chiqara olgan va shogirdlarni ishonchli ustoziga aylangan kuchli biolog, nutrasolog Gülşen Alpa'nın Nami'yi takip et ama arkadan. Assalomualaikum hurmatli uzoq va yaqindan kelgan mehmonlar, mezbonlar. burniga uchun tomchi bo'lmasa yurolmasdi. Bundan tashqari har yil bir marta uning Rossiya davlat federatsiyasining mana maktabni tugatdiki, 3 oylik kanikulga havo almashtirib,
uni mana shu allergiyaga qarshi plivkalarni olib kiyilmasak, o'sha yili judayam qiyin o'tkazardi. Ba'zi payt nima sabablarga ko'ra borolmay qolsak, ko'zi qizarishi, burnini bitishi har doim edi. Mana shunday kunlardan bir kuniga menga mana shu mahsulotni taklif qilishdi. Menga taklif qilishganga o'zimni sog'ligimdan buncha muammo bo'lmagani uchun qizimni uylarimda qizimga olib bersammi yoki yo'qmi dedimda-yu, lekin o'zim vrach bo'lgani uchun unga olib beradigan ukol dorilarim faqatgina zakaz orqali olib kelardi. Mana shu immunoglobulin, gestaglobulin bu tomchilardan tashqari har yili bahorga, kuzga pasxema olar edi. Shu pasxema olgandan keyin ham o'sha narsalarni unga mana shu yengillashardi-yu, lekin butunlay yo'qolib ketmas edi. Shuni o'ylaganman-da-yu, yo'q, menga shuncha ukol dorilardan qolmagan bir dona mana shu berilgan mana shu tabletka yoki kapsulalardan bu o'tib ketmasa kerak deb ikkilanib 5 oygacha mana shu mahsulotlarni olib berishga ikkilanib yurganman. Mana shu narsani mana Alloh xohlasa shunday qilib kelar ekanki, o'sha narsani olmasdan iloji qolmas ekan. Mana shu taklif qilib yurgan kunlardan biriga mana qizimga mana shu allergiyasi yetmaganda shu allergiyasini asosi buyragiga berdi. Buyragiga bergandan keyin buyragidan sepil ajralmay urologiya bo'limiga bilan yotqizdi va u yerga lecheniya qilib boshladilar. Mana buni sababi allergiya bo'lgani uchun hech qanaqa sepil chiqaruvchi ukol kerakdigan paytga qo'ymadi. Yana bir turmush o'rtog'imning yoniga bormayman. Shu paytga uning 2 ta farzandi bor. 1 yoshiga 2 yoshiga 2 nafar farzandi bor, turmush o'rtog'i bor. Men bu ahvolga u yerga bormayman. Men dedi, mana bu sizga faxshamni ko'tarib yuradigan nimaga emasman. U o'zi shunday ishlaydigan nimaga qancha Alloh umr bergan bo'lsa, shuni yashayman, lekin bunaqa desa qilib bunaqa yashamayman deb отказ qildi. Iltimos qildim, o'sha paytga yallinib yolvordim, o'sha paytlarni eslasam agar va shu o'zimga qilaman paytga shu bolalar yoki mana shu qaysarlikni ham hozir o'sha paytda shu paytga
qo'ldorlarni hech qaysisini olmadim. Bu o'yladiku, hozir menga senga qilinadigan qo'ldorlar deydilar-yu, narkoz beradilar, esraz mana operatsiyaga olib kiradilar deb bu qo'ldorlardan отказ qildim. Keyin tabletga holiga bermoqchi bo'lsak, tabletkalarni ham qabul qilmadi-yu, sizlar mana operatsiya qilasizlar, mana uxlatib qo'ymoqchisizlar deb hamma qo'ldoridan отказ qildi. Uni aytgandan keyin bizlar uni majbur hech qanaqasiga mana aytganlarimni ham, bilmaganlarimni ham, iltimoslarimni ham ko'rmadi, olib qaytdi. Olib qaytgandan keyin mana bu mahsulotni o'sha menga aytib yurganlariga 5 oy 6 oy bo'lgan edi. Bu mahsulotni men birinchi o'zim vrach bo'lganim uchun buni ishonganimdan emas, umuman ilojim yo'qligidan berganman. To'g'risini aytsam, men bunga mana shu mahsulot yaxshi qiladi deb o'ylamaganman. Qizim hamma qo'ldoridan отказ qilgandan keyin mana shu mahsulotni olib kelganmanda, yo'liga mana ustiga selofan beradi-ku, selofanini ham o'chmasdan mana bu senga hech qanaqa uxlatadigan dori emas, narkoz emas, boshqa narsa emas. Mana buni o'zing pashkani ochganda-yu, ustidagi mana shu mana bu paketni ham o'zing yetib olganda-yu, o'zing ichganda yoniga shunday qo'yiblar chiqib ketdi. 3 kun o'tmasdan bu mahsulotni bir tabletkadan berib boshlaganimizdan keyin 3 kun o'tmasdan mana joyga yaxshi bo'lyapman. Mana kimligimni ostidagi katta shish o'g'limga yo'qoldi desa hech ham e'tibor bermaganman. Bu operatsiya qilishga rozi bo'lmagani uchun endi meni aldayapti, endi meni tinchlantirmoqchi deganda e'tibor qilmadim. Qachon 5-6 kundan keyin buni sindik ajrashish yaxshi bo'lib, o'sha kalpalosni 3 marta mana shu bir piyolardan biz buni doim sindigini alohida olardik. Chunki unga qon miqdori ko'tarib ketmasin, tekshirib turinglar dedilar. Shuning uchun alohida olardi. Qarasam, uni miqdori oshgan. O'sha mana shu bir paketning ichiga olmishdan bo'lsa, shuni ichib tugatmasimizdan bizga uni ahvoli ancha yaxshilandi. Undan keyin ozgina dozalarni oshirib bo'lganimizdan keyin 4-oyga borib har doim kasal bo'lsa, doim bitta mana shu Buxoroda kim bilsa agar Asakabatni oldiga Hayitov degan vrach borlar. Doim bir kishiga borganmiz. Shu yerga borganimizdan keyin o'sha shunday o'ziga qarayaptilar. Sizlar hech qanaqa allergiya qo'ldori ham qilganim yo'q. Mana shunaqa juda ham yaxshi natija oldim. Mana shu natijalarni olgandan keyin men biror kishiga bu narsa uni qiziga 6 oyligidan tuqqanoq kasalligi boshlanib, mana 1-sinfga ketishi kerak. O'sha paytga ham unga o'sha o'rnimani maktabga bormadi, chunki unga bir kunga 2 marta, ba'zi payt 3 marta ham tuqqanoq tutar edi.